ابتدا چکتم قلم اسمین بلند ذات صفا باشلدم سوزمنی یارب لایق حمد و سما ulug' yaratgan Tengri taloti bilan aziz hurmatli ko'ruvchi va eshitchilar, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Orzu qilaman dunyoni har chetiga bo'lsanglar sog' salomat bardam bo'lib Alloh mutolib panohiga bo'lsanglar. Hurmatli ko'ruvchilar, mana sana 1404-yil albatta Hut oyini 19-ro'zida mohi muborak Ramazonga mana shu fazoyi ki ko'rasizlar xeyli bir tabiat ko'klam faslida barcha do'stlar bilan birga hozir biz albatta inshaalloh ki xos ta'allo bo'lsa mana soat ham kam qolibdi iftorini qilsak. Ba'zi do'stlar ham shoyad qarni och qolib yaxshi mana birga taom turli taomlar birga sufrani ustiga vaydatilgan shaklga do'stlar ham muntazirki inshaalloh iftorga kam qolayotibdi. Bu albatta adres Xo'shmatda bu sohani ko'rasizlar. Fazil Saz Xo'shmatga biz hozir do'stlarni barchasini o'zlaring taniysizlar. Yana ham mana injener sohib Asadullo, Hidoyatullo va Farojjon, injener sohib Zabullo Rahmoni sohib, injener sohib Boda Hasanova va injener sohib Boburxon, Korgar sohib, doktor sohib Aziz va Nosirjon Asadullo. O'zizlik baqa qarang. Ustad Bobur hamchinon ko'rmadim. Ahmadi sohib, mana Mullo Muhammad Poyiq, Aymoq sohib, Hayotullojon. Albatta men o'zimniki taniysizlar deganman. İnşallah ki ozondiki mangtar endi. Rahmon sohib ozon aytasizmi yoki? Ha? İnşallah soat nechida? Bizam to'ronasiz. Xo'p, ba'zi do'stlarini birga joylari bo'shdi. Inshaalloh ki baxayr ro'zi bo'lsin-ku do'stlar ham bizlarni yonimizga bo'lsa va baxshat do'stlar ki har joyga bu bizlarni ko'radiki bu mudiyo orqali inshaalloh ki duodan faromush qilmanglar. Bizlar ham moy muborak Ramazonda har joyga bo'lsanglar sog' salomat bardam bo'linglar.